Efem bilan yeyishga alamat tushadigan duya va pintozda man mushsul bo'yicha qo'risangiz alamat o'xshagan qo'rimlab chiqadi. Qilish usulma nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsini o'rganalaysiz, ham sugunish boshlaylik ketdik. Avval duyani pakis yuvib tayyor qilib olamiz, undan jusayni bo'lsa 2 barmoq uzunligida to'g'rab olamiz. Muvofiq miqdordagi go'sht va ko'k qizil lazim ham mana shunday siralasi qilib to'g'rab olsak bo'ldi. Qo'rish qutib ketdik. Qozonga al-nurining bulg'animdan xoli va ishli o'lcham ishlangan tunni siqim 1-darajalik zaranozmaydni az miqdorda qo'yib tushitib olamiz. May qizg'anda go'shtni selib, arqidilla yarim qo'shib tuz solgandan keyin davomli birdam qo'rib olib, yarim qo'shib kavavchin va zanjil so'mpiya samsaqlarni selib, buni birdam qo'rib, bir xil mizlik puroq chiqarib olamiz. Va keyindilla oil chinimaga lazjandan bir qo'shib selib, davomli qo'rib, lazjan to'liq eritib olgandan keyin tuyani selib 7-8 ni o'rib qo'ysak, mana shu holatda bir xil yumshaydi. Undan keyin oldin so'qchilab tayyor qilib qo'ygan pintozlar morlarni selib, davomli bir necha aralashtirib qo'rib olib, ko'k qizil va jusayni selib bir aralashtirib qo'yibla, az miqdorda tuz, aqmoch va al-nurina ishli o'lcham ishlangan günlük markasiga ochiq suydan bir qo'shib to'kib, davomli o'tni yuqori qilib 7-8 ni o'rib qo'yibla taxsiga olib iste'mol qilishni boshlasak bo'ladi. Amsa oxirida mazmun yarg'an bo'lsa, aqsiz yurakdan birini besib, piyonlarni gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanlar, kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.